Endi sen ham tatib ko'r, o'g'lim. Juda mazali onajon. Endi bir bo'lak menga ham uzat. Nima dedingiz? Sizni ovqatlantiraymi? Miseyo? Buni xohlamaysanmi? Yo'q, unday emas. 예. Qanday qilib ko'nglimga yo'l topa olding? Nima? Buni qayerdan bilding? Bu taomni yoqtirishimni. Aslida men Yon Hyugun haqida o'qigandim va shu taom bilan tanlovda g'olib bo'lgandim. Hech o'ylamagandimki, bir kun kelib uni sizga o'zim tayyorlab beraman deb. Juda ham qiziq. Yon Higun? Buni oldin ham aytganding. Kim o'zi u Yon Higun? Yo'q, unga hammasini aytish xavfli. 위험해. Xullas, 그게 hozir esimga kelmayapti. Savolni boshqacha beraman. Nega aynan shu taomni tayyorlashni tanlading? Ha, demak, sizning ovqatlaringizni ko'rib chiqdim va boshqa mamlakat podshohlari yeydigan taomlarni taqdim etishni o'yladim. Yevropada podshohlar mana shunday kurs ovqatlarni tez-tez yeyishadi. Yevropa? Bu Nanman xalqi nomimi? Nanman xalqi? Nanman Chosonning Yevropaga aytadigan nomimi? 만이라고 하나요? Kirishimni e'lon qiling. Kechiring, lekin hozir sizni kirita Nima olmayman. dedingiz? Qanday qilib yo'limni to'syapsiz? Yo'ldan qoching. Zot oliylar hozir taom tanovul qilmoqdalar. Yangi oshpaz esa huzurlarida. Hech kimga kirishga Kechiring, lekin bunday qilishingiz Qanday mumkin jasorat emas. bu? Jazodan qo'rqmaysizmi? Hazrat oliylar iltimos Qoching. bunday qilmang. Tashqarida nima shovqin? Axir aytdim-ku, hech kimni kiritmang deb. Zot oliylari, bu menman, Kangongon. Sizga surat olib kelgandim. Ammo noqulay payt ekan. Qaytsam yaxshi bo'lar. To'g'ri aytyapsan. Xonangga qaytishing mumkin. Men ham qaytganim ma'qul shekilli. Sen oddiy ayol emassan. 아니, Yuzimga bunchalik ham yaqinlashmasa bo'lardi-ku. 어떡해. Men esa